Assalomu alaykum, omonmisizlar o'rtoqlar. Bu video YouTube uchun olyapti, sababi sal uzunroq bo'ladi. Men hozir joyga kelganman, sizlarga ko'rsataman. Sal noodatiy joy hisoblanadi u. Bu yerda gullarni asosan reanimatsiya qilinadi. Reanimatsiya deydi, reanimatsiyadan xudo xolasa gullarni eson olib chiqib olishimiz kerak. Men ko'rsatishni boshladim sizlarga. Fikus. Bu tedi baylarini tashagan, tepada bay chiqargan, bular ham shalpaygan. Mana ikkita kameliya bor. Mana bu jonivor buni ustiga tushib qopti. Xullas bular hammasini reanimatsiya qilib, kesib, boshqatdan ildiz orttirib, keyin chiroyli shoxlatiladi inshaalloh. Mana mana bitta zamiya gulkis dollaroviy дерево. Qaranglar, tegida prosa ko'p, suv ko'p quyilgan yoki umuman quyilmagan, barglari, shoxlari xo'jirab, xudo xolasa bundan bir narsa chiqaramiz. Hop, yana bir narsa ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda paxira. Qarasanglar, shoxlab tepaga o'sib ketganda tegidagi baylarni tashagan, yana yangi chiqarib turib shoxlagan. Yana bitta paprtnik bilan xlorofitum aralash ekilgan, uni ham oralari sarg'ayib, xullas mazasi qochishni boshlagan. Bugun uylardan urug' qilib sepamiz sizlarga. Xudo xolasa ichidan urug'larni olib, mana mana bittaga gullarni qabristoni deydi, mana mana shularni reanimatsiya qilamiz inshaalloh. Mana bu yerda ham gullar bor. Xullas, ish juda ham ko'p, video uzun bo'ladi. Kuzatishni davom etib turinglar. Like bilan podpiska esdan chiqmasin. Kameliya uncha o'zlarida beribdi. Qarasanglar, shunchasini. Hop, nariga ko'rsatgan kameliyalarimizni ham inshaalloh mana shu ko'rinishga olib kelamiz. Babichka, butterfly, kisnika, otlar juda ham ko'p. Xullas, like bilan kommentariy esdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yinglar. Uzun kerak narsalarni olib kelganman. Grunt, hop, ugl, karnivin bor, organika, ibin bor, pichoq, qaychi, xullas mana bitta o'tgan safar tayyorlab bergan gruntim hali ham turgan ekan. Xullas mana shularni mix qilib turib, hozir mana shu gullarga mehr beramiz sizlar bilan. Nima dedinglar? Qaychimni обработка qilib oldim. Endi so'nggi holatda kesishni boshlaymiz. Operatorim yo'q. O'sha bo'lsa, amallab olaman endi. Ko'rganman o'zi. Bismillah. Iloji bo'lsa qiynamasdan kesinglar. Kesib oling, hop, kesgan joyimizga nima qilamiz? Bo'lsa shahar qilib qo'yamiz. Eritib yoki zilovka, ili karnivin, ugilni surib qo'yish kerak, o'chirmasligi uchun. Hop, men olib keldim, ugil bilan karnivin aralashtirib surib chiqaman. Bittasi tayyor. Ularni kesib oldim. Akkuratlik qilib, hop, mana qo'ygan tegilari. Inshaalloh hozir bularga hammasiga aytgan narsalarni surib chiqaman. Bularni esa hozir ildiz otishga tayyor qilamiz, kesib. Operator yo'q. Bitta o'zim telefonni ushlab ish qilishga qiynalaman. Iloji boricha chiroyli kadrlar qo'yishga harakat qilaman. Siz like bilan podpiskani bosib qo'ying. Mog'ira ham menga kofilar qilib berdilar. Ichib oling deb. Hozir endi uni ichamiz. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Hop, kesib oldim. Stol unaqa rangi zo'r emas, ko'ryapsizlar. Inshaalloh biz sababini qilamiz. Qo'yib suvga tiqib chiqamiz, hammasini dorilab, qanchasi oladi, keyin natijasini sizlar bilan birga ko'ramiz. Fikuslarni kesib, dorili suv tayyorlab tiqib qo'ydim. Xudo xolasa 80-90%, 70% mana bo'lsa, ozgina ildiz chiqarsam, xudo xolasa odamning ko'zini quvnatadi. Mana bu yerga bo'lsa, baylarini perlitga tiqib qo'ydim. Inshaalloh bulardan ham ildiz kutamiz Allohning izni bilan. Endi biz sababini qildik, bu yo'q Allohdan. Albatta, mana manba jonivor dollar guliga zamiya gulkis hozir bilan ham sekin baydan ko'paytirishga harakat qilamiz. Sababi shoxdan qilmaganimiz sababi shoxlarni ko'rasizlar, yana xo'jirab qolgan. Juda ham og'ir ahvolda, kartochkalari ham chirib ketgan. Mana ildizlar og'ir ahvolda. Harakat qilib ko'ramiz. Hop, fikusga mehr berib bo'ldim. Endi zamiyaga baylarni ajratib oldim. Ostigini kesib chiqib, perlitga tiqib chiqamiz. Shoxlarni ham suvga tiqib chiqamiz. Mana bu yerda
qilib qo'ydim, dorili suv qilib shoxlarini inshaalloh ilzotsa sizlarga natijasini ham ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar. Kesib chiqolmayapti bitta. Endi operator yo'q, bitta o'zim bitta qo'lda ishlashga qiynalyapti odam to'g'risi. O'rtoqlar, baylarni perlitga tiqib chiqdim. Chiroyli qilib suvga sepib qo'ydim, dorili qilib tayyorlab olganman. Mana bu yerda hozir grunt tayyorlab oldim. Torf, kokosovый chips, mo'x, perlitdan ko'proq aralashtirdim. Hozir mana shoxlardan, baylardan tiqib chiqaman. Ko'ramiz qaysi birida tezroq olar ekan. Kuzatishda davom etasizlarmi o'zi? Like bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Mayda qilib naqib kesib olaman. Mana nonni kardaminga botirib turib, bismillah tiqib chiqamiz. Bitta. Imkon qadar hammasini zichroq qilib tiqaman. Xudo xolisa bir 10 tadan 5-6 tasi olaman degan umiddaman. Zamiyalarni o'rtoqlar, teylarni olib, ildizlarini ochib ko'rdim. Kartochkalari butun. Mamlar sal hujragan, lekin deydi ildiz kartochkalari butun. Yomon ildizlarni olib tashladim. Yaxshilab chayib, margansovkali suv qilib, yana boshqatdan 2 marta chaydim. Endi ugl bilan abrobotga qo'yaman. Ugl chirishini oldini oladi o'rtoqlar. Endi ugl qo'yganimizdan keyin xudo xolasa yaxshi yumshoq grunt tayyorlab turib, o'shanga ekib olamiz. Sizlarga maslahatim, ugl bilan обязательно abrobotga qilinglar. Sababi zamiya kulkisi ko'p suv quyib olsanglar, chirish ehtimoli juda ham kuchli bo'ladi. Bu ugl vazifasi chirishini oldini oladi o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Mana ugl. Faqat iloj bo'lsa parashokligini olinglar abrobot qilish uchun. Ugl parashokligini olsanglar, sepishga, surishga juda ham qulay bo'ladi mana. Maydalangan parashokli ugl mana. Shu bilan abrobotga qilish osonroq bo'ladi. O'rtoqlar, tuzumsizlar, bugun ikkinchi kuni reanimatsiya qilamiz masjidga hamma gullarini opani. Bu kuni bizga har doim mijoziydilar. Endi yaqin bo'lib ketganmiz ular bilan. Ofislardagi gullarni yengilab berdi, eskilarni, mazasi qochganlarni bu yoqqa boshqa ofisga olib kelib, hozir bu yerda endi hammasi reanimatsiya qilamiz. Bitta ko'rsatib, kecha qilgan ishlarimiz bo'yicha ko'rsatdim. Kecha sizlarga bu videoni davomi. Hop. Yaxshiroq turaylik, keling, yaxshiroq ko'ring. Endi ikkita kamera gullari bor, mazasi qochgan. Hozir shularni ham reanimatsiya qilamiz. Kecha quriganlarni hammasini kesib tashladim, mana bunday qilib. Nimaga kesdim? Bu yangi shox chiqarishga kuch beradi. Qurgan baylarni hammasini olib tashladim. O'zimizga kerak bo'lgan yaxshi asosiy gruntdan hamma narsa aralashtirib tayyorlab oldik. Buning ichida bor torf, 2 xil, 3 xil, keramzit bor, perlit bor, mayda juda vermikulitlar bor. Ugl qo'shganimizda hozir endi ekayotganimizda asmokot aralashtirib hammasiga ekamizni. Ekib bo'lgandan keyin yaxshi oziqa tayyorlab rivojlantiradigan udabreniya dorilardan beryapmiz. Ish jarayonimiz shunaqa jarayonimiz. Hop, hozir kameralarni deydi gruntlarni olib tashlaman. Chiqartirib olaman to'g'rirog'i. Bu qarayda loyla kelgan. Endi kamera hammasi shunaqa keladi. Chunki bu yerda yerda o'stiradi-da, keyin shu loy bilan bizmasdan qulun bilan beradi. Mana kesib tashlayman. Sababi endi hozir uni kichkinaroq garshoyga ekamiz, o'sha hisobiga ham kesib tashlayman. Yerini sal yumshatamiz. Polni ochib tashlamayman tegini. Bay tashlab mumkin. Shu ozgina formasini kichkina qilib turib, dorilab ekib shunaqa. Formasini kichkina qilib oldim. Ildizlari yomon emas ekan. Hozir mana mana garshoyga ekaman. Ozgina bardakka ahamiyat bermaysizlar. Endi ishlar joyida shunaqa bo'ladi-da. Bismillah deb ekamiz mana yaxshi turib. Gruntni yaxshi, o'sha hisobiga tegiga hech qanaqa tosh solmayman. Bu o'zida suv ishlaydigan grunt emas. Yumshoq torf. Mana. Bismillah deb ekamiz. Bismillah. Mana tayyor. O'rtoqlar, xudo xolasa endi biz sababini qildik. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Qolgan hammasi Allohdan. Nima yetsanglar bu o'simlik. Odamga garantiya, o'simlikka hech qanaqa garantiya bo'lmaydi o'rtoqlar. Endi sababini qilamiz bu yog'iga Allohdan hammasi. Yaqinroq kel. O'rtoqlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, uyga, xonadonga, ofisga, kafe, restoran,
nima ishxona joylar bo'lsa, gulinglar bo'lsa, inshaalloh qo'ldan kelgancha qarab, parvarish qilib, dorilab, cho'tga qarab ketamiz. Xolisinglar har kelganda gulni gaplashamiz yoki oylik qilib gaplashib kelib ketaveramiz. Nima demoqchiman, sotayotgan gulimni nima qilish kerak, qanaqa o'stirish kerak bilaman. Prosta sotdim, qutuldim emas. Hop, bu yoqqa kelganimda ham eski ahvoli juda og'ir edi, bu yoqdan olib kelgan gullarimni. U odam qilgan, eski odam qilgan ishlarini ko'rib achinib ketdim. Demoqchimanki, klient bor, baza bor, bilim yo'q. Yaxshi narsalar qilib berish olmas ekan, lekin klientligi bor ekan. Endi bu qanaqa tushunsa bo'ladi, bilmadim-u. Xullas, ko'p gapirmang, xizmatni o'zingiz aytaveringlar. Ish jarayonida yana shunaqa ishimiz bor edi, sizlarga ko'rsatgim keldi shu narsani. Mana bu bugun vela guli bor, rosa chiroyli gul edi, o'shani guli. Bugun velani ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, gulli bo'lgandan keyin quritib turib, mana ichida urug'i bo'ladi. Yaqinroq kelgin. Mana shu urug'i bo'ladi mana. Shu urug'ini olib ajratib turib sepib chiqish kerak uni. Ekib, yumshoq to'rf qilib, turpoq qilib yumshoq qilasizlar. Ustidan urug'ni akkuratni qo'yib chiqasizlar-da, uni ustidan yana nomiga turpoq sepib chiqasizlar. Чтобы urug' uchib ketmasin yoki uyda tursa o'zi uchib ham ketmaydi. Ustini ozgina sloy qilib, pudra qilib yopib qo'yish kerak. Suv apresiy chiqib tursanglar, inshaalloh yana bugun velalar chiqib keladi degan umiddaman. Lekin men o'zim to'g'risini aytsam, uni birinchi marta qilishim. Aytgancha, YouTube'dagilar, YouTube'da kuzatadiganlar, mana masjidda sizlarni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Bemalol reklama xizmati bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh chiroyli qilib reklama qilib beraveramiz. Shunaqa gapmi? Xullas, ish tugab qoldi ozgina. 5 minut dam olib o'tirdim. Shunaqa charchadim nimagadir. Uyqularim kelib ketyapti. Uborga qo'yapti. Obuna bo'lib qo'yinglar. Va nihoyat 2 kunlik ishimiz tugadi. O'rtoqlar, mana shu ko'rgan hamma narsalarni absolyut 95% ni reanimatsiya qilib, reanimatsiyaga olib, boshqatdan dorilar berib, ildizni orttirishga xudo xolasa dori tayyorlab, uni suvga solib qo'ydim. Hop, ildizni yomonlarini dorilab, o'g'illab, yangi chiroyli turpoqlarga ekib qo'ydim. Kesadiganini kesdim. Xullas, hamma narsa qildim. Endi bu yog'i Allohdan inshaalloh kommentariyaga inshaalloh omadingiz bersin deb yozib keting. Shuncha qilgan mehnatimiz uyaltirmasin, xudo xolasa. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aytaveringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like, kommentariya, like, xullas esdan chiqmasin, charchaganda tilamaylanmayapti. Omon bo'linglar.